Ne oldu yavrum? Ne oldu söyle? Ne oldu canım? Ne oldu? Assalomu alaykum aziz vatandoshlarim. Mana bu videoni ko'rib prosta shokka tushdim. Men hech qachon birovga gapirmaganman. Hech qachon birovning videosini olib chiqmaganman. Ertalabda ko'rib bir uyqularim uchib ketdi. Butun chetga chiqqan ayollarni hamma yomon buzuq ayol deb haqoratlaysizlar. Juda ko'p efirlarimda ham nimalarimda ham gapiraman. Buzilish uchun chetga chiqish shart emas, iymondan chiqsa yetarli. Mana ahvolni qaranglar. O'zbekistonda ahvolni qaranglar. Ey, o'rangan ayollarga la'nat keltirib yuboribsan. Yer yutgur, ayol bo'lmay o'l, sani aka-ukang, qarindosh urug'ing yo'qmi? Biz chet elda yurib bizib o'rab chimg'anib shu birov gapirmasin, mamlakatga yomon gap borib qolmasin deb o'zimizni yig'ishtirib yuramiz. Kiyinamiz, yuramiz, lekin biz ro'molni izdivasiya qilmaymiz-da. Undan bizga o'xshab bunaqa bo'lib ochiq yur, la'nat keltirma. Bu nima ahvol? Unga sovg'a otib padarka o'raytirgan donatorlarni ham onnalarini yemsin. Ana shu ahvolda o'tirgan ayolga donat qilib o'tirgan donatorlarga yetib borsin bu narsa. Men prosta la'nat aytaman. Zo'r, malades donatorlar, pulni topyapsizlar, qilyapsizlar, eyvalloh, videolarga uryapsizlar, uringlar. Normalni o'tirgan qizlarga uringlar, bular donatorlarga ham yetib borsin. Mana bunaqangi ro'molni izdivasiya qilib o'tirgan g'arlarga otib meta tirjayishmasda. Shunday kirsiz lichkasiga, asalim jonim gap yo'q, ketavergansiz, nomeringizni bering, unaqa pul, voy bilat. Bizga oddiy videomizdagi san chet eldasan, jalabsan deyshadi. Mana bunga yolvorgan. Endi hozir shaytaman nima dey? Bu ba'zi bir insonlarda ahli pastligini gapiraymi yoki shunaqangi insonlarni tepaga ko'tarayotgan ba'zi bir tagiga lichkasiga yozib siz zo'rsiz deyotgan, donatorlik qilayotgan ahli pastlarga gapiraymi? Prosta shokman. Lekin bunaqa narsa olib chiqmoqchi emasdim. Birinchi marta olib chiqyapman. Iltimos, u bizni chet elda yurgan ayollar etagiga kamera osilib, bu o'zimizda yurgan ayollarni, mana bu ahvoldagi ayollarga bir ta'lim tarbiya berib qo'yinglar. Juda aqlli erkaklar ko'rsatlar. Ota-onang yo'qmi deydiganlar. Bo'ringlar shularga gapiringlar. Shularga donat qilayotganlarda ota-onasi yo'qmi? Shularga borib gapiringlar. Prosta shok. Nima dey? Yazık.